Demak, bizda da keyingi mavzu arifmetik progressiya dastlabki intihodi formulasini ikkinchi qismidan boshlaymiz. Ya'ni biz 58 ta misolni ishlaganmiz uni oldingi videoda. Endi bugun 57 dan boshlab ishlashni boshlaymiz. Yaxshilab qarab, diqqatni oshirib, har bitta misolni ishlashdan oldin videoni pauzaga qo'yib ishlab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Demak, bizaga 57-savol ekan. Hamma telefonga qarayapti yoki daftar kitobga qarayapti. Telefonga qaragan abobda aytmaymiz. Ketma-ket kelgan 6 natural soni yig'indisi 435 ga teng. Shu sonlarning eng kichigini toping. Ishlamaganmizmi? Ha? Shu misolni ishlamaganmizmi? 57 ni. Yo boshqa misol aytmoqchimiding sen? 57 shunaqa deb boshlanganmi senda? Ketma-ket kelgan 6 ta. Juda oson-ku bu. Men tushunmadim. Javob chiqmadi. Qara. Ketma-ket kelgan x plus 1, x plus 2 va hokazo x plus nechigacha bo'ladi? 5 gacha-da. Mana shu ketma-ket kelgan sonni yig'indisi nechiga teng? 435. Ha, qo'shib chiq. 6x bo'ladi. 1 dan 5 gacha qo'shsak 15 bo'ladimi? Teng 435. Bu yoqqa 36x teng. 420 ga x ta qiymati 70 ga teng. Eng kichigi 70. bo'ldimi? Kichik 70 bo'ldi. Tushundingmi? Yaxshi. Undan keyingisi 61-savolimiz. Demak, 61-misol. Qarab turasizlar. 61-savol. Xo'p, behuz qarov, ana 61 yozganim ko'rinyaptimi ekranga? Ko'rinyapti? Yaxshi. Bizga aytilgan, qaranglar. 4, 7, 10 shu ketma-ketlikda 100 gacha yozgan. O'rta arifmetik qiymatini toping degan-a, qizlar, to'g'rimi? Shunaqa debda, o'rta arifmetik qiymatini toping degan. O'rta arifmetikni topishni qanday qilamiz? Hammasini qo'shib 2 bo'lib oladi. 2 ga emas, nechta son bo'lsa, o'shanga bo'lib yuborishimiz kerak, to'g'rimi? Endi savol hozir 4, 7, 10, 100 gacha sonlar yozilyapti, to'g'rimi? Nechta son qatnashganligini qayerdan bilamiz? AN ni topib olamiz. AN 100 ga teng bo'ladi. Bu A1 4 ga AN ni topilishi uchun anu dastlabki intihodidan. Yaxshi. To'g'ri aytyapti. Demak, AN nimaga teng ekan? 100 ga teng deymiz. AN ni qiymatini 100 deb turasizlar. Har doim nechta hadini topish kerak bo'lsa, mana shu formulada ishlatasizlar, tushunarlimi? Shuni o'rganib olsang, hamma misol chiqadi. AN ni nima deb yozamiz? Formulasini yozuvdik. Agar eslaringda bo'lsa, nima edi? Aha. A1 plus n-1 ko'payganda barobar 100 ga teng. Mana bunaqa yoyib olgandan keyin bizga A1 bormi? D bormi? Shundan eng kelib chiqadi-da. Har doim shunaqa bo'ladi. 4 ni qo'yaylik. Plus n-1 d ni joyiga 3 ni qo'yamiz. 3 taga farq qilayotganligi uchun. Barobar 100 ga teng. Bu yoqqa o'tkazsak n-1 ko'paygan 3 96 ga teng. 3 ga bo'lib yuboramiz. n-1 barobar 32 ga teng. Endi qiymat shundan 33 ga tenglik kelib chiqadi. Demak, bizaga hadlarimiz soni n nimaga teng ekan? 33 ta ekan. Endi buni o'rta arifmetikini topib ber degan. Demak, boshini bilan mana bu o'zi sonlarning o'rta arifmetikini topish uchun hammasini qo'shamiz-da, nimaga bo'lamiz? 33 ga bo'lish kerak, to'g'rimi? Endi bizaga hammasini qo'shish uchun dastlabki intihodi formulasi kerakmi? Sn kerak, to'g'rimi? A17 o'rtasidagi bo'lgani uchunmi? Shuna qilsak ham bo'lardi. Yo, AN bilan o'zi chalg'imanglar, men tushuntirib beray, ha? Chalg'imanglar, mana birinchi harfni oxir harfini qo'shinglar. 4 plus 100 taqsim 2 kodlar ko'paygan hadlar soni. Bu nimani beradi hozir? Hozir mana shu narsani nimani beradi? Bu hozir 4 plus 7 plus 10 plus jami 100 gacha bo'lgan sonlarni nimasini beradi? Yig'indisini beradi, to'g'rimi? Endi o'sha yig'indini nechiga bo'lishimiz kerak? O'rta arifmetikni topish uchun 33 ga bo'lish kerak. 33 ga bo'lib yuborsak ketdi. Javobimiz
Eli kim tushunmadi? Tushuntirib beraman. Bo'ldimi? Ketdi bunisi misol. Keyingi misolga qaraysizlar. 63. Agar ishlashni bilgan, mavzuni yaxshi tushungan o'quvchilar bo'lsa, mana shu yerdagi hamma misolni mana shu oldin ishlab bo'lsa ham bo'laveradi. Menga quloq solish shart emas. Demak, arifmetik progressiya hadlari uchun xo'sh, bizaga berilgan ekan A1 plus A3 plus A5 va hokazo deyapti. A21 teng A2 plus A4 plus va hokazo A20 gacha teng plus 15 deyapti. Xo'p, A11 da qiymatini so'ragan bolalar. A11 da qiymati nimaga teng? A11 da qiymatini so'rabdi. Xo'sh, qanday ishlasak bo'ladi? Kimda fikr bor? A1 degan. O'shanda A1 bilan A20 ni qo'shib 11 ni top degan. Bizda mana o'rtasida anaqa narsasi bor. Kimda qanday fikr bor? A1 ga aylantirib. Men mana shu yerdan D ni topmoqchiman. Ha? D2 ligini qayerdan chiqarding? Zo'r narsa ayting, nima deding? Mana bunday qilamiz aka, qaranglar. A1 ni bu yoqqa o'tkazaylik, A2 ni oldiga. A3 ni A4 ni oldiga o'tkazaylik. A5 ni A6 ni oldiga o'tadi. A19 nimani oldiga o'tadi? A20 Bu yoqda nima qolib ketadi? 21. A21 barobar A2 minus A1 bo'lib o'tadi, to'g'rimi? Keyingisi A4 minus A3 bo'lib o'tadi. Keyingisi A6 emasmi? A6 minus A5 va hoki shunaqa davom etib A20 minus A19 plus 15 bu tarafda turibdi, to'g'rimi? Nima uchun shunday qoldi, kim biladi? Bularda hozir bitta To'ppa to'g'ri aytyapsan, malades. Mana bu D chiqadi. Bundan ham bitta D chiqadi. Bundan ham D chiqadi, bundan ham D chiqadi. Jami nechta D chiqadi? 19. Yo'q, bittada 2 da chiqyapti. 4 da 2 ta D chiqyapti. 6 da 3 ta D chiqyapti. 20 da nechta D chiqadi? 10 ta D bo'ladi o'shanda hammasi, to'g'rimi? Mana bundan D, bundan D, bundan D, bundan D. Tushunyapsizlarmi nechta D chiqayotganini? Yo, tushunmay qoldingmi? Oddiy hisob-kitobku matematika. 10 ta D bo'lyaptimi? A21 barobar 10 ta D plus 15. Endi qaranglar. Mana buni A21 ni men bunda desam bo'ladimi? A11 plus 10 ta D desam bo'ladimi, yo'qmi? Ha? Kim qarshi shunaqa deyishimga? 10 da. Hammada des 10 dollar yeyishib ketsa A11 da qiymati 15 ga tengligi sirasi kelib chiqadi. Mana bunaqa narsa deyishimiz mumkin edi. A21 da A11 plus 10 ta D deb yozib olish. Bunaqa misolda endi ko'rishlaring, o'shacha ishlolmagan bo'lishlaring mumkin. Lekin keyingi safar ishlolmaslaring bu sizlarning xatolaring bo'ladi. Yaxshilab analiz qilib olib, nima qilganlarimni yaxshilab bir marta ko'rib olsalaring bo'ladi. Yaxshilab bir marta yodlab olish kerak misol ishlar uchun. Keyingisi 65 ga qaraysizlar. Bir xilmi? 10 chiqadi. Yaxshi, 65 dan keyingisi 66 ga. 66. Bu qiyin ekan-a? Xo'sh, A plus 2A plus 3A plus va shunaqa davom etgan plus n ta A taqsim n kvadrati minus 2n doskaning qolgan joyini yozib olsin. Hamma men o'chirib tashlayman. Sig'may qolishi ham mumkin, shuning uchun tezroq yozib olsalaring ham bo'ladi. 2 ko'paygan n minus 3 rasmga tushirsalar ham bo'ladi. Demak, xo'sh, buni ishlashimiz uchun bu yerda tepamiz arifmetik progressiyani hosil qilyapti. To'g'rimi? Har bittasi necha ko'payib ketyapti? Bittaga ko'payib ketyapti. Endi agar har bittasi bittaga ko'payib ketgandan keyin bu arifmetik progressiyani tashkil qiladi. Arifmetik progressiyani dastlabki enta hal topish formulasi boshini oxirga qo'shamiz.
taqsim 2 qilib turib, hadlar sonini ko'paytirishimiz kerak edi. To'g'rimi? To'g'rimi? Birinchi had nimaga teng? A ga teng. Oxirgi had nimaga teng? N A ga teng. Hadlar soni nimaga teng? N ga teng. Bo'ldi, muammo yo'q. Tushundikmi? Xo'sh, demak birinchi hadimiz A plus oxirgi hadimiz NA taqsim 2. Hadlar sonimiz n ta. Taqsim. Pastni nima qilaman? Ko'paytiruvchiga ajratinglar pastni. Kim tezroq ajratadi? Qani? Kim tezroq? 3 ga minus 1. To'g'ri. Xo'p, ko'paytiruvchiga ajratayliklar. n minus 3, n minus 1. To'ppa to'g'ri. Kim tushunmay qolgan shu? Tushundikmi? Mana buni ko'paytiruvchiga ajratdim. Tushundikmi? Bu yoqda n plus 1. Xo'sh. Minus 3a taqsim 2 ko'paygan n minus 3 bo'ladi. Barobar qilib turamiz. Xo'sh, barobar. Bu yoqni o'chiraman, ha? Men buni misol. Ozgina sabr qiling ishlab beraman. Xo'sh. Zo'r ketyaptimi? Bo'ldi mana. Tushundik-a, xullas, hozir nima qilganimni. Bitta ishim tepani formulasini yozib oldim mana. Ikkinchi ishim mana buni ko'paytiruvchiga ajratdim. Bo'ldi, qolgani turibdi. Maqsadim mana buni a ni chiqarib qisqartirib yuborish. Mana savol. Mana buni a ni chiqarsam nima qoladi? N plus 1 ko'paygan a qoladimi? N ko'paygan deb tursam bo'ladimi tepaga? Ko'paygan n. Taqsim, qaranglar. 2 pastga tushib kelmaymi? To'g'rimi? 2 ko'paygan nima bo'ladi? N minus 3 ko'paygan nima? N plus 1. Davomini yozamiz, 3-marta qayta yozilishi. 2 n minus 3. Ko'rindimi nima bo'lishi endi? Ya, shoshmay tur. Mana bular nima bo'ladi? Qisqarib ketsa. Umumiy mahraj bir xil bo'ldimi? Tepada a n minus 3a taqsim pastimizda 2 n minus 3 qoldi. Mahraj bir xil bo'lgan uchun. A'larni olib chiqsak, xo'sh, n minus 3 taqsim 2 ko'paygan n minus 3 qoladi. N minuslarni qisqartirsak a taqsim 2 degan joyimiz to'g'ri. Tushundikmi? Bo'ldi, bitta rasm o'chirilib, keyingi misollar ishlaymiz. Demak, ishlash uchun yana misollar yozib qo'ydik. Yana mustaqil ravishda shu misollarni ishlab ko'rib, videoni pauza qo'yib, keyin o'zingiz ishlab ko'rib, tushunmasangiz so'rab olib, so'ra qanday so'raydi bular? Ko'rib olsa bo'ladi. Kommentariy. Shuning uchun kulgili gap gapiryapman, kulmaysizlar. Necha 68 mida? Ataylab yozdim 68, to'g'rimi? Ishlolmasliklaring uchun-da. X plus 1, keyingisi nima chiqqan? X plus 4, keyingisi nima? X plus 7. Keyingisini yoddan bilaman, nima bo'lishini aytaymi? X plus 10 bo'ladi va ho'l shunaqa davom etib x plus 28 bo'ladi. To'g'rimi? Teng 155. 3 taga oshib ketadi, oson-a? Muammo joyi yo'q buni. Xo'sh, kim qanday ishlaydi hozir bu misolni? Mana x plus 1 ni a1 qilib olib, Xo'sh. a1lar hammasini chiqarib olib, qolganini b-ni topshiramiz. Bo'ladi. Yana fikr bormi? Kimdadir? Bunday qilamiz. Hadlar soni nechta kim biladi? Noma'lum, endi deb olamiz. Topgan kundaliga 5 qo'yaman. Ha? Hadlar soni 10 tami desam? 1 dan 9 gacha bo'lsa, yo'q. 10 tami ekan. 10 ta bo'lsa kerak menimcha. Nechta variant bormi? A endi topishni formulasini o'rgatganman, Mana bundan topayapsizlarmi? Videoni ko'rayotganlar topaversin.
10tamikan? Qaysi formuladan foydalandik? AN formulasi. Yoki men bitta sodda misol. Xo'sh, birdan boshlanyapti. 4, 7, 10, 28 bo'lyapti, to'g'rimi? Endi buni tushunamizda. Qaranglar, agar mana bu bo'lmaganda, mana bu 3 ga bo'linadigan sondan bittaga ko'p, 3 ga bo'linadigan sondan bittaga ko'p, 3 ga bo'linadigan sondan bittaga ko'p, 3 ga bo'linadigan sondan bittaga ko'p. Mana bu yerda 3 ga bo'linadigan oxirgi son nechi? 27. 9ga 27 degani 9 kara 3, to'g'rimi? Ya'ni agar mana bu tarafni hisoblamasak, bu yerda 3 ga bo'linadigan 9 ta sonni hisob kitob qilinyapti, to'g'rimi? 9 ta bo'lsa yana bittasini qo'shsak 10 ta bo'lyapti. Bu endi soddaroq yo'lda. Sal ya'ni ko'proq shug'ullansalaring, arifmetik progressiya bilan ko'proq misollashlaring, mana shunaqa ideyalar ham kelib chiqasizlar. Kelaveradi misollashlar. Hozir buni agar ko'pchilik tushunmagan bo'lsa, mana bu usul eng bizga ma'qul usul. Ayni qiymati x plus 28 ga teng, to'g'rimi? A1 nima deymiz? A1 plus n minus 1 d barobar x plus 28 deymiz formulasi bo'yicha. A1 ni joyiga x plus 1 ni qo'yamiz. N ni o'zi turadi. D ni joyigacha nechaga ko'payib ketyapti? 3 ga ko'payib ketyapti. 3 ni qo'yamiz. X plus 28. 3 ga ko'paytirib chiqishimiz kerak. Undan oldin mana bu x larni qisqartirib yuborishim mumkin ekan. 1 ni u yoqqa o'tkazsak 27 qoladimi? N minus 1 ko'paygan 3 teng nimaga? 27 ga. Buni hisoblashimiz 3 bo'lish bo'lib o'tsa, n minus 1 barobar 9 ga teng. N 1 bilan nima o'tadi? Plus o'tsa n ni qiymati 10 ga teng kelib chiqadi. Tushunarlimi? N'imiz ma'lum. Xo'sh, dastlabki intihari topish formulasi qanday edi? Sn S10 bo'ladi shundan. Demak, birinchi hadimiz x plus 1, oxirgi hadimiz x plus 28 taqsim 2, hadlar sonimizcha 10 ta. Bu nimani berish kerak? 155 ni berish kerak. Shunda bu bilan bu qisqarib ketsa necha qoladi bu yerda? 5. Bo'lish qilib o'tkazinglar birdan. 2 ta x plus 29 qoladi bu yoqda. Bo'lish qilib o'tkazsak mana 5 ta. 155 ni 5 ga bo'lsak 31 qoldi. Mana bu tarafga o'tsa 2x teng nimaga? 2 ga 2x ta qiymati 1 ga tenglik juda oson misol bo'lib qoladi. Tushundikmi? Demak, nima qildik? Birinchi hadi, oxirgi haddan foydalanib hadlar sonini nechtaligiga topib oldik. Hadlar sonini nechtaligiga topgandan keyin boshiga oxirisini qo'shib 2 ga bo'lib 10 ga ko'paysa 155 ga teng bo'ladi. Shuni x ta qiymati kelib chiqadi. Endi ustoz, mana bu g'oyasi miyangizga qayerdan keldi deysizlaring? Qayerdan keldi? Hammasini qo'shdan 155 deb berish kerak-da. To'g'rimi? Bo'lmasa sodda qilib o'tirasizlar, moz. X nechta x bor ekan? Yoki ko'pchilik nima qilib chiqadi, bilasizlarmi? Mana bu ishlolmagandan keyin x plus 13, x plus 16, x plus nima? 19 deb hammasini hisoblab chiqib x ta sanab chiqadi-da, sonlarni alohida qo'shib ishlayveradi. Arifmetik progressiyani bilgan odam esa mana shunaqa tez ishlab qo'yadi. Tushunyapsizlarmi? Misolni yodlab olish kerak, iloji boricha ko'proq yodlash kerak misollarni. Keyingi misolimiz 71 bo'ladi ekan. 71-misol. 9 ga bo'lganda 4 qoladigan barcha ikki xonali sonlar yig'indisini toping degan. Buni qanday ishlaymiz? 9 ga bo'lganda 4 qoladigan. Kimda fikr bor? 9 ga bo'lganda nima qolish kerak? 4 qolishimiz kerak. Demak, birinchi sonimiz bu 4. Ikkinchi sonimiz 13, keyingi sonimiz 22, keyingi sonimiz 9 qo'shilib ketaveradi-da. 31. Hammasini 9 ga bo'lsalaring 4 qoladi. Endi ko'pchilik mana bu qismdan boshlaydi, qarang. Mana bu qismdan boshlaydi. 9 ga bo'lganda 4 qoladi. O'zi mana shu qismdan boshlanish kerak. 9 ga bo'lganda 4 qoladigan sonlar bu. Endi bizga barcha ikki xonali sonlar degan. Barcha ikki xonali sonlar bo'lsa buni hisobga olamizmi? Yo'q, bundan buyoqqa ketadi. Yaxshi. 13, 22, 31. Endi savol. Sizga savol shundanki, iboratki, ikki xonali 9 ga bo'linadigan eng kichkina son qaysi? 5 ga 9. Soddaroq yo'lda ishlay. Ha? Yo'q. 9 ga bo'linadigan 4 qoldi. Hamma osoni, to'g'rimi? 9 ga bo'linadigan songa 4 ni qo'shib qo'yasizlar.
99 qilsalaring 103 bo'lib ketadi. 103 kerak emas, bizga 2 xonali son deyapti, to'g'rimi? Demak 94. Oxirgi raqamimiz nima bo'lyapti? Va hokazo davom etib 94. Mana 13, 94. Endi mana shunga yig'indisini toping degan, to'g'rimi? Mana shular yig'indisini toping degan, ha? Savol: nechta haddan iborat? Ayni topish uchun ayni topish ham shartimiz hozir. Bilasizmi? Aniq tayyorda bu yerda hozir. Nechta xat bor? Mana bu to'g'ri hisobga olinmaydi. 13 dan boshlab 94 gacha. Kim biladi? Tezroq faqat, tezlashinglar. Sodda narsa. Sodda narsa endi bo'lma. Nechta xat bor? 10 dona. To'g'ri 90 bo'ldi. To'g'ri, to'g'ri. 90 plus 4 ku 9 kara 10. Agar 4 qo'shilganda edi, o'shanda 11 ta bo'lardi-da. Shunday. Agar Xullas nima deyapsan shunday? ne, 1 dan 100 gacha deganda agar Aha. o'shanda 11 ta bo'lardi, chunki 4 dan qo'shilganda. O, malades, to'ppa to'g'ri deyapsan. To'g'ri aytding. Demak, xatlar sonimiz nechta? 10 ta ekan. Birinchi xatimiz 13 ta ekan. D'miz 9 ga teng. Ayn 94 ga teng. Sn S10 ni toping degan muammo yo'q. A1 qo'shamiz. 13 ga qo'shishimiz kerak oxirgi xat. 94 ni taqsim 2 qilib turib necha ko'paytiramiz? 10 ga, ya'ni 10 ga ko'paytiramiz. Demak, 5 karra 107. 535. Ana to'g'ri. 71 ketdi, 71 dan keyin 74-chi misolimiz ekan. Dastlabki 1000 ta natural sonlarning o'rta arifmetikini toping degan. 74-chi misol. Dastlabki 1000 ta natural sonlarning o'rta arifmetikini toping. Oho, nima deyapti bu? Dastlabki 1000 ta birdan toki 1000 gacha bo'lgan sonlarni o'rta arifmetikini toping degan. Buni topish uchun nima qilamiz? Hammasini qo'shamiz, to'g'rimi? Hammasini qo'shib turib nechaga bo'lamiz? 1000 ga bo'lamiz. Endi hammasini qo'shish uchun bizga arifmetik progress yordam beradi, to'g'rimi? Birinchi xadi plus oxirgi xadi taqsim 2 xatlar sonimiz 1000 ta edi. Tushundikmi? Taqsim nechaga bo'lishimiz kerak? Ya'ni 1000 ga bo'lishimiz kerak. Ketdi mana. Xo'sh, 1001 ni 2 ga bo'lsak necha bo'ladi? 500 yarim bo'ladimi? Tushundikmi yo'qmi? 76-chi misol. Ketdi mana 76. Arifmetik progressiyani xatlari 60 ta. Uning juft o'rinda turgan xatlar yig'indisi toq o'rinda turgan xatlar yig'indisidan 15 taga ko'p. Progressiyani 4-xati 4,5 ga teng. Progressiyani xatlari yig'indisi. O'qilishidan mana buncha narsani yozib bergan sizlarga, to'g'rimi? Vobshe qiyin narsaga tuyulyapti. Lekin boya shunga o'xshagan misol ishladik. Faqat tushunib olishlaring kerak. Endi qaranglar. Juft o'rinda turgan xatlar yig'indisi degan nima degan? Juft o'rinda. A2, A4, A6 mana shular yig'indisi toq o'rinda turganlaridan nechtaga ko'p? 15 taga ko'p. Plus 15. Qara, juft o'rindagi toq o'rindagidan 15 taga ko'p. To'g'rimi? Shuni deyaptimi mana? O'qinglar. Juft o'rinda turgan xatlari yig'indisi toq o'rindagidan 15 ta ko'p. Shunda qaysi biri ko'proq? Toq o'rindagisi ko'pmi? Juft o'rindasi ko'pmi? Toqdan 15 ta ko'p xatlar. Juft o'rinda turganlar. To'g'rimi? Demak, nima bo'ladi ekan o'zingizda? Mana bunday bo'ladi. Qaranglar, bunday yozib olinglar. A2 plus A4 va hokazo 60 ta xati bor. Yig'indisi A1 plus A3 va hokazo A nechigacha bo'ladi? Nechigacha yozaman? Ha, malades, 59 gacha, to'g'rimi? Mana shundan endi qaysi bir taraf bu bundan ko'pmi? Qaysi biriga mana bunga 15 ta qo'shsam bunga teng bo'ladimi? Teng bo'ladi-da, qara. Bu mana bu narsa bundan 15 taga ko'p. Bunga 15 ta qo'shsam, ikkalasi balans ushlaydimi keyin? To'g'rimi? Plus 15 desam qarshimisizlar? Yo'q-a? Mana buni bu yoqqa o'tkazaman. Buni oldiga o'tkazaman. A60 ta oldiga buni o'tkazsam faqat D qoladimi? Nechta D qoladi? 30 ta D. Boya o'rgandik-a? 30 ta D qoldi. Barobar. Nimaga teng? D ning qiymati nimaga teng bo'lyapti?
4-chi xarid nechaga teng degan? Chiqdimi misol? Sezdikmi yo'qmi chiqqanini? A1 nima deymiz buni? A1 plus 3 da desak. 4,5 ga teng. Qo'yaylik. 0.5 ha mana bu. Xo'sh, 3 ni 0.5 ko'paysa nima bo'ladi? 1,5 mi? 1,5 bo'ladi, to'g'rimi? A1 plus 1,5 barobar 4,5. Bu yoqqa o'tsak, A1 ning qiymati 3 ga teng kelib chiqdi. Bizdan nima so'ragan? Ha, S60 so'rabdi. S60 formula. Xo'sh, yana bizga nima kerak? Hammasi bor ekan. Xullas, mana bu yoqdan yozaman ekanda. Xo'pmi? Ana shu yoqdan yozib, mana bu yerda davom ettirib qo'yamiz. Sn formula A60, demak, 2 ko'paygan A1 formulamni qo'yaylik, 3 plus n minus bitadi. N'imiz 60 da bo'lsa, 59 da. 59 ko'paygan d ning qiymati 0.5 taqsim 2 hadlar soni 60 deydi. To'g'rimi? 6 ga qo'shamiz mana buni. 28,5 bo'ladimi? To'g'rimi? 59,5. Ko'paysa necha bo'ladi? 29,5 bo'lsa 6 ni qo'shsak 35,5. 35,5 ko'paygan 30 ko'paytiring endi. Mana bunday qilamiz. Xo'sh, mana bu 10 ga ko'paytirib olsak, ha? 1065. Javob bormi? Yoz oylar. Tushundikmi yo'qmi? Ha? Tushundikmi? Tushunmadim. Mana bumi? Bumi? Mana bunaqa formulamiz bor edi. Mana bu yer ko'rinyaptimi yozdim? 2 ta A1 plus n minus bitta d taqsim 2 ko'paygan n degan formulamizda mana A1 da joyiga 3 chiqdi. 2 ko'paygan 3 bo'ldi o'shaning uchun. To'g'rimi? 79 dan boshlaymiz endi. 79 ni qaranglar qani birgalikda ishlaymiz. Bo'lmasa tushunmaysizlar. Arifmetik progressiyaning dastlabki aytadi. Enta hadining yig'indisi mana shu formula bilan hisoblanadi desa, uning umumiy hadi formulasi. Umumiy had degani nima degan? Kim biladi? 5 qo'yaman kundaligiga. Umumiy hadi n'inchisi bo'ladi. Umumiy hadi. Enta hadi. Umumiy hadi nima degan? Hammasi qo'shilgani, A1 dan A'gacha. Nima deysiz? A1 dan A'gacha qo'shilgan. Umumiy hadi formulasini topib beryapti. Sn. Miya ishlatadi. Umumiy hadi. Mana bu nomi umumiy nima degan? Dastlabki enta hadi yig'indisining formulasi bu. Umumiy hadi. Umumiy hadi degani nima degani? Sal bir gapni ma'nosini tushuninglar, gapni. Umumiy hadi formulasi. Umumiy hadi formulasi. Umumiy hadini formulasi. Shunday qo'ydik. Ayin topib ber deyapti. Ayin bo'yadi. Ayin demanlaring, a bir narsa, endi darajasi, bir narsa. Ayin birinchi dedi. Xohlasang varni ko'ramiz. Yo'q. Ayin. Yo'q, men ayin degan-ku, A1da ayingacha deb ketyapman. Yig'indisi deb aytibsizlar. Yig'indisi emas, xuddi varni top. Bo'pti, mana shuncha kuchli bo'lsang, ishinglar qanday ishlaymiz? Qanday ishlaymiz bo'pti mana? Endi topishimiz uchun. Ayinni qanday topardik? Formula yozib berganman. Kitoblaringda ham bor edi. Sn dan ayiramiz nimani? Ns bu yerda. Endi savol, Sn bormi? Sn minus 1 qanday topamiz? Bitta ayirsa chiqadi. Yo'q. Bitta kam bo'lsa. Yo'q, qanday topamiz? Narida 2 ko'paytirib qo'yamiz. Yo'q, qanday topamiz? Yo, n minus 1 ni A1 ga ko'paytir. Yo'q, unday emas. Qanday topamiz? n minus 1 qanday topamiz? Ha, shuni beradi, aynni beradi, hozir bu ham. O'shani topib ber deyapti.
Mana bu bor. Buni topamiz. Bu kerak. Qayerdan topamiz buni? Tinglam bo'lib qoldi bu yoq. Topish bo'lib qoldi kerak. 2 plus 2 ko'paytirgan 2 javobmi chiqadi? Bu SN'ni formulasi bo'yicha o'shani n minus 1 O, to'ppa-to'g'ri. Mana bu endi o'rniga nimani qo'yib yuboramiz? N minus sound demading, Endi-da. Iya. Unday demading-ku-chi. Yema, joyni mana shunda o'zgartirsak. Demoqchi eding, ichingda qolib ketdi. Tushunaymi? Qo'yib chiqamiz. Kim tushunmadi? Endi o'rniga n minus 1 deb qo'ysak, sn minus 1 kelib chiqadi. Bo'ldimi, tushundingizmi? Ochamiz buni. Demak, sn minus 1 barobar n kvadrat minus 2n plus 1 birdan ta'sir qilinglar, ikkitadan beramiz bunga. 6 bo'lsa 6 ni n ga ko'paytsak minus 6n. Shoshilib u yoqqa o'tib ketib qolyapti yozganim. Shuni sal beriroqqa ko'chirishim kerak. Mana buni so'ragan, to'g'rimi? Men bu yerga yozaman. an nimaga teng deyilgan? Xo'sh, shundan sn minus 1 imiz teng bo'ladi. n kvadrat minus 2n plus 1 bu yoq minus 6n plus 6 emasmi? Kvadrat emas, bu ikkitadan berdim. Plus 6 taqsim 2. Necha qoladi shunda? sn minus 1 imiz n kvadrat n kvadrat minus 8n mi? plus 7. Bunda ikkita Taqsim 2 ha bo'ldi. Endi nima qilamiz? plus Endi nima qilamiz? 7 yu 1 bo'ladi. Endi nima qilamiz? Ayirib yuboramiz. Mana bundan buni ayirib yuborishimiz kerak. Formula bo'yicha hozir tushuntiraman nimaga unaqa qilyapman. Mana bu formula edi-ku. Shuni ayir desak, mana bu chiqib kelar, to'g'rimi? Davay. Minus 6n qiling. 6n qilamiz. 2 2. Ayirga minus ta'sir qilinglar. n kvadrat Birdan sirazi yozib qo'ysak bo'ladi. Minus n kvadrat plus 8n minus 7. Ketdi. 2n qoladimi? Minus 7 taqsim 2 ga bo'lib qo'yinglar. n minus 3,5. Bu nimani beradi? Ayin. Formula topish o'rgandikmi? Juda ko'p misollar shunga ishlangan. Shunday ishlanadi. Tushunlaringmi? Bo'ldi. Muammo qolmadi. Keyingisi 81. Yig'indida har bir qo'shiluvchining ikkinchi ko'paytmasi bittadan kamaytirilsa, bu yig'indini qanchaga kamayadi? Nima degani o'zi? 1 ko'paygan 4 plus. Keyingisi 2 ko'paygan 8 plus. Bunaqa misollar anunda ishlagan juda ko'p tushgan, ha. Shunaqa Yo, shartini yaxshilab o'qib tushunmaslaring, misolni vobshe tushunmaysizlar. Masalan, birinchisida ham arifmetik progress. Yo, bu yerda arifmetik progress ketmayapti. Har bir qo'shiluvchining ikkinchi ko'paytuvchisi degan nima degan? Kim biladi shuni? Shuni aytinglar qani? Har bir qo'shiluvchining ikkinchi ko'paytuvchisi. Birinchi ko'paytuvchi, ikkinchi ko'paytuvchi. Xo'sh, davomi har bittasi bittaga kamaytirilsa, umumiy yig'indimiz 4 3 bo'ladi, 8 7 bo'ladi. va ana. Umumiy yig'inda nechtaga kamayadi deyapti, to'g'rimi? Shundaga nima bo'lgan? Shunda 1 ko'paygan 3 plus 2 ko'paygan 7 plus 3 ko'paygan 11 plus va hokazo 20 ko'paygan 79 bo'lib qoladi. Mana bundan nimadir chiqsa, bundan nimadir chiqadi, ikkalasini ayirmasi qanchaga teng bo'ladi degandek savol bo'lyapti. Qanchaga farq qiladi degan. Tushundikmi yo'qmi? Endi buni topishda biz arifmetik progressiyaga bog'lab o'rganishimiz kerak. Biz bekorga bu mavzuga qo'shib qo'ymagan. Ya'ni dastlabki NT formasiga qanday qilib tushirsak bo'ladi? Masalan, men 1 ko'paytirgan 3 ni A1 deb olsa, uni A deb olsa, Nima desak? A1 bilan A topsak bo'ladi, ko'paytirib o'shani. Bu arifmetik progressiyani tashkil qilmayapti hozir. Mana bu ko'paytma bu. Misol uchun bu 3
ko'paytirsang 14, ko'paytirsang 33. Arifmetik progression tashkil qilyaptimi? 33, 14 bo'lsa qilmayapti-ku, to'g'rimi? Nechtagadir ko'payib ketish kerak uning uchun. Buni keltirishimiz uchun, ya'ni biz hozir maqsadlaring nima? Shuni aniqlab olinglar. Maqsad nima o'zi hozir bu misol ishlashda? Mana buni farqini topish kerak-ku, to'g'rimi? O'sha bizning maqsadimiz. Qanday qilib farqini topsak bo'ladi? Ha? Sistema qilib ayirib nimadan ayirasiz? Yaxshilab ishlanishini yodlab qolmaslaring boshqa fikr kelmaydi. Tushunarlingmi? Fikr kelishi qiyin. Undan ko'ra ishlanishini yodlab qolinglar. Ishlanishini yodlash degani nima degani? Mana uchini men nima deyman? Men 1 ko'paygan 4 minus 1 desam bo'ladimi? 2 nima deyman? 8 minus 1. Bunisini 3 ko'paygan 12 minus 1. Nimaga shunday deb yozib olyapman? Kim aytadi? Chunki ani boshidagi bitta kamaytir degandik-ku. Mana shunaqada. Mana bu narsa bunga tengmi hozir? Nimaga unday qilib oldim? Savol, bilasan? Arifmetik progression topish. Qara, bu ko'paytir. Nima bo'ladi? 1 ko'paygan 4 minus 1. Ko'paytir. 2 ko'paygan 8 minus 2. Bunisi 3 ko'paygan 21 12. 12 ko'paygan nima? Minus 3. Shunaqa davom etadi. 20 ko'paygan 80 minus 20. Endi e'tibor bersang, mana shu ifodamizda mana bu narsalar qatnashganmi? Minus 1, minus 2, minus 3 va hokazo minus 20 gacha ortiqcha. O'shalar har bittasini kamaytiryapti, har bitta sonini. Endi umumiy mana shularni hisoblab chiqsak, umumiy ifodamiz nechta kamayganini topib olamiz. Ya'ni bizdan 1 dan 20 gacha bo'lgan sonlarni hisoblab chiqyapti. Nechta bo'ladi? 20 ga 1 ni qo'shamiz. 21 2 bo'lsa 10 yarim 210 ta kamayyaptimi hozir? 210 ta kamayadi. Demak, javobimiz 210 taga kamayadi. Kim tushunmadi? Qoida tushuntiramiz. Mana buni 1 kara 4 dedik. Bu yoqda tushundikmi mana bu yerda? Mana shu yerga kelganda tushunmay qoldingmi deyman, ha? 1 ko'paygan 4, to'g'rimi? Bu nimaga ko'p? Minus 1 taga ko'p. Bu-chi? 2 ta, bu-chi? 3 ta va hokazo 20 taga. Mana bu qismlar bor, lekin har bittasidan bitta ko'payib, birinchi ko'paytirsa 1 taga kam, ikkinchi ko'paytirsa 2 ta kam, uchinchi ko'paytirsa 3 taga kam va hokazo 20-chi ko'paytiruvchida 20 taga kam bo'lyapti. Jami biz 20 ta xat 20 taga kam bo'lyapti, 20 gacha kam bo'lyapti. 1 dan 20 gacha hisoblab javob kelib chiqadi. O'shani hisoblab oldik. 210 ta kam bo'ldi. Birinchi xatni oxirgi xatni qo'shdik, 20 ga ko'paytirdik, taqsim 2 qildik, ishladik. 210 ta bo'ldi. Keyingi 84-misol. Yozamiz 84 ni. A plus 2, A plus 3, A plus ko'paygan NA taqsim n ning kvadrati minus 2A minus 3. Minus ildiz ostida nima? AB minus AB taqsim nima? A plus ildiz ostida AB. Bo'lingan 2 ildiz ostida AB minus B taqsim A minus B. Okey. Mana bu narsani o'rgandikmi? Nimaga teng bo'ldi boya? Boyagi misolimizda. Bunday bo'ldi, qaranglar. N A plus 1 mida? A n plus 1 ko'paygan n taqsim 2 n minus 3 n plus 1 bo'lib turadi. N plus 1lar qisqarib ketadi. A ko'paygan n taqsim nima? 2 ko'paygan n minus 3 edi-yu. To'g'rimi? Shunaqa bo'ldi-yu. Boya mana bu narsani ishlaganimizda, to'g'rimi? Bu yoqni ishlasak tamom. Xo'sh. Bu
Bu yog'ini ishlasak tamom chiqib keladi. agar a asosiy abiga Ha? Buni sen kema bu paytda yo'qmiding? Uydan ko'rib olasizmi, mana shuni juda sodda ishlaganmiz. 66-misolda mana shuni o'zini bergan, qara, xohlasang. Shu narsani o'zini bergan, shunday qilib mana bunaqa chiqarib berganmiz. Tushunarlimi? Qarab bir ko'rib olasan-da. Endi hozir mana bu yerda nima qilamiz? Har bittasini ta'sir qildiramiz-da. Demak, xo'sh. Umumiy mahraj beraylik. Umumiy mahraj beramiz, ha? A ildiz osti AB ko'paytiryapman. Tushunyapsizmi? Men buni ko'paytiryapman. P plus AB chiqadi minus AB taqsim A plus ildiz ostida AB. abilar Xo'p, shoshmay tur. Ko'paygan tepada nima? O'sha mana buni A minus B ni qaranglar. Bunday deb yozsam rozimisizlar? Ildiz osti A minus ildiz osti B ko'paygan ildiz osti A plus ildiz osti B desam kim qarshi mana shu narsaga? Kim tushunmadi ekan? Mana bu narsani tepaga yozishim kerak edi, ko'paytma qilib, to'g'rimi? A minus bo'ldi, men ildiz osti A minus B, ildiz osti A plus B deb yozsam, baribir men bu narsani beraman. To'g'rimi? Pastiga nima yozaman? Ha? Endi savol 2. Mana shundan men ildiz osti B ni chiqarib olsam nima qoladi? Savol bo'ldi. Ildiz osti A minus tushundikmi? Endi qaranglar, mana bu narsaga e'tibor beringlar. Bundan nimani chiqarib olsam bo'ladi? Mana bu narsani. Ildiz osti A ni chiqarib olaman. Ildiz osti A ni chiqarsam, ildiz ostida A plus ildiz ostida B qoladi. Nimaga bunday qildim? chunki anavilar qisqarsa Mana bu bilan mana bu ketadi. Mana bu bilan mana bu ketadi. Endi tepada A ko'paygan ildiz osti AB qoldi. Pastimizda ildiz osti A ga ildiz osti 2 ildiz osti B ni ko'paytirsak nima? 2 ta ildiz ostida AB qoladimi? Ketsa bo'ladimi ikkalasi? Demak, umumiy ifoda nima chiqdi? A taqsim 2. Ikkalasini nima qilishimiz kerak? Ayirishimiz kerak, to'g'rimi? A n taqsim 2 dan n minus 3 dan ayirishimiz kerak. A taqsim nimani? 2 ni. Umumiy mahraj bersak, mana bunga nimadan? N minus 3 dan bo'ladi. Umumiy mahraj beringlar. Xo'sh, A n minus A n plus 3A taqsim 2 ko'paygan n minus 3. Shunda yishib ketsa, bizda javobimiz 3A taqsim 2 ko'paygan n minus 3 degan variantimiz to'g'ri bo'lishi kerak. Demak, B javobimizga to'g'ri kelyapti. Yaxshilab ko'chirib yozib olasizlar. Qo'shildi, nima deyapman? 21 bo'lyapti, misol 2 bilan 2 bo'lyapti. 21 bo'lsa 10. Yaxshilab o'ylanqan. Misol 1dan 9gacha qo'shsangiz o'zi 45 ta bo'ladi, to'g'rimi? 10dan 19gacha hisoblasangiz 10 plus 45. 45. Ya 10 plus 45 nimaga 10 plus 45? 10dan 19gacha davomman. 10dan 10 ta bo'lgani uchun 1dan 9gacha 45 ta bo'yicha Bu 10 bilan 12 ketadi. Ha, 100 bo'ladimi shunda? da yana 20 ham bor. 120 bo'ladi. Siz mana bu formula bilan adashtirasiz. Dastlabki raqamlar yig'indisi topish formulasi bormi? Amarda minus 1, minus 2, minus 3 shunaqa olib ketadi. Qarang, mana sizga savol. Minus 1 dan 9 gacha, 9 dan 1 dan 9 gacha necha bo'ladi? 45. To'g'rimi? Xo'p, endi maqsadimiz 10 dan nechagacha hisoblash? 19 gacha-da. Hozir 19 gacha, to'g'rimi? Xo'p, yana bitta 45 tani olasizmi shundan? 10 dan 10 ni olib tashlasangiz, har bittasi, mayli sizningcha boraylik. 10 ni olib tashlasangiz 1 2 3 4 5 9 qoladimi? Buni yig'indisi necha bo'ladi? Bu ham 45. 45 ga 45 ni qo'shaylik. 90 bo'lib turibdi, to'g'rimi? Jim turing, jim tur. Har bitta 10 ta 10 da olganmiz, necha bo'ladi? 10 ta 10. 10 da bitta 10 bor. 11 da bitta 10 bor. 9 ta 10 bo'ladi. 90 180 bo'ladi, 20. Yozib tushuntirib bermaysiz, shuni ham o'tasiz.
voy 1 2 3 20 gacha to'g'rimi? Birinchi xadiga oxirgi xadini qo'shing. Endi tushuntiraman. Birinchi xadiga oxirgi xadini qo'shing. Qo'shing. 21 minusini olib tashlang. 21 ta, to'g'rimi? Xadlar soni 20 ta. Xadlar sonini ko'paytiring. 21 ni 20 ga ko'paytirasiz. 2 ga qisqartirib. Keyin 2 ga qisqartirasiz. 210. Mana bunday edi. 21 ko'paygan 20 taqsim 2. Mana bu bilan bu qisqarib ketsa 210 chiqadi javob. Demak, keyingi misollarimiz 85-misol. Arifmetik progressiyada shunga teng bo'lsa, shuni hisoblang. To'g'rimi? Nima bo'lyapti? 85. 85 A1 plus A2 plus A nechigacha? 17 gacha. Shunaqa davom etgan A17 nechiga teng deyapti? 1136. Xo'sh, A2 plus A6 plus A12 ni hisoblang deb. Qanday hisoblaymiz? A1larni topa olamiz. Hammasidan keyin D bo'ladi. Umuman kerak emas unaqa. Yo'q, masalan, bunda ham bor. A6, A12. Umuman kerak emas. Yana. Yo'q, SN birinchi topa olib, Aha. SN o'shanga bog'labsiz. Yo'q. To'g'ri. Gapir, ha? Qanday edi? SN formula A1 plus A17 taqsim 2 ko'paygan 17 teng 136. 136 bilan 17 ni qisqartiringlar. Menimcha bu 6 bilan tugaydigan oxirgi son 56 8 ta bo'lsa kerak. 8 tami? Ko'paytirsak 16 ta bo'ladimi? A1 plus 17 16 ga teng bo'lsa, mana nima teng bo'ladi? Bu ham bir xil narsa degani. Mana yerni koeffitsient nima? Bir xil 18 18. Bo'ldi shuni. Ko'ryapsizmi qanday chalg'itgan sizlar? Ya'ni ketishiga. Keyingisini qaranglar. 89-misol bo'ladi. Yes, son. X minus 1 taqsim x. Keyingisi x minus 2 taqsim x. X minus 3 taqsim x va hokazo 1 taqsim x taqsim 4 gacha davom etgan ekan. Ildizi 10 tadan nechta ekan deydi. Xullas, bu ham arifmetik progressiya formulasiga tushyapti. Savol: bizaga birinchi xar nimaga teng? X minus 1 Aha, shu narsa bor, to'g'rimi? N bor. N yo'q hali. Ya, N. Oxirgi xadimiz nimaga teng? Yo'q. 1 ga teng. Tushunyapsizmi? X larning umumiy maxraj-ku. Tepasini o'zini hisoblaylar. Tushundikmi? 1. D ni qiymati nimaga teng? D ni qiymati X. Minus 1 ga teng. Endi qayerdan topamiz? Mana bundan. Formulasini yoyinglar buni. A1 plus n minus 1 ko'payganda teng 1 ga. 1 ni joyiga, A1 ni joyiga x minus 1 ni qo'yamiz. N minus 1 hadlar soni d minus 1 barobar 1. Minus 1 ko'paytirib chiqsak x minus 1 minus n plus 1 teng 1 ga. Shundan birlar yeyishib ketsa, birni bu yoqqa o'tkazsak n ni qiymati x minus 1 ga teng bo'lyapti. Endi tushundikmi qayerdan kelib chiqqanini? Tushundikmi yo'q? Muammo yo'q-a? Bo'lmasa tushunmay qolasizlar, tushunmay qolsizlar. Xullas, a-dan endi qiymatini topdik. Formulamiz demak, birinchi xadi oxirgi xadi taqsim 2 ko'paygan xadlar soni x minus 1. Taqsim maxrajimiz x edi. Teng 4 ga. 4 da ko'paytirishga o'tkazsam bo'ladimi? Shunda nima qiladi? 4x teng bo'ladi. Birlar ketsa 2 taqsim x taqsim x minus 1 taqsim 2. Bu yoqqa ko'paytirishga o'tkazsak yana 8x barobar x minus 1. Nima qilamiz? X larni bo'lish qolamiz. Demak, 1 ni bu yoqqa tutsa x ni qiymati 10 dan nechtaga kam? Javob tushunarlimi?
A variant bu. Keyingisi 90-chi misolimiz bo'lyapti. 90. Hop, hop. Qara. Xo'sh, birinchi xadi oxirgi xadi taqsim 2 ko'paygan xatlar soni. Mahrajimiz nimaga x chunki x bo'lganligi uchun. Tepamiz yig'indi formulasiga qo'ydim. Ha. Qaysi bu plus x mi? Bu plus x emas, bu plus 1 oxirgi xadi. Bir yechib ketadi. Yechib ketadi. Bu yoq tushundingmi? Ha, bo'ldi, yaxshi. Keyingi misolimiz, demak bizaga so'ragan S5 barobar minus 3 ta nima? Sn mi? S4 ta n plus 3 ta S 3 mi? Keyinchi minus S2. S'ni toping deyapti-da, to'g'rimi? Dastlabki n ta xadi yig'indisi. Bulardan 3ni chiqarib olsak keladi. Umumiy S2 chiqarganimiz bitta. Misolni bermaganmi o'zi? Davomini bermaganmi? Sn arifmetik progressiyani dastlabki n ta xali yig'indisi bo'lsa, S5 minus 3 S4 plus 3 S3 minus S2 ning qiymatini toping. Rozimi? Bunday qilamiz ekan, qaranglar. S2 chiqarganimiz umumiy S5 minus S4 ta desam rozimisizlar? Bitta desam minus 2 ta qoladimi? O'sha minus 2 tani minus 2 ta S4 deyman. Rozimisizlar? Xo'sh, mana buni plus 2 ta S3 yana plus S3 minus S2 desam rozimisizlar yo'qmi? Minus 3 tani minus bitta minus 2 ta qildim. Plus 3 tani plus 2 ta plus bitta qildim. Endi mana bu nimani beradi? A5 ni beradi. Bundan minus 2 ni olib chiqib olsam S4 minus S3 qoladimi? Bu nimani beradi? A3 ni beradi. A5 plus A3. A5 plus A3 taqsim 2 bu nimaga tengiydi? A4 ga tengiydi. To'g'rimi? Bo'lish qilib o'tkazsak, ko'paytirish qilib o'tkazsak, A5 plus A2 nimaga teng bo'ladi? A5 plus A3 nimaga teng? 2 ta A4 bo'ladi. Mana bu ham A4 emasmi? Da. 2 ta A4 minus 2 ta A4 qisqarib ketsa, tushundikmi yo'q? Mana bu A4 ni beradi. Hay, o'sha A3 ni men bu yoqqa yozib bunday deb oldim-da. Mana shu 2 ta yig'indi 2 ta A4 ni beradi dedim. Tushundikmi? Ya oson ekan bu yoq. 92. Dastlabki endi xadi yig'indisi shu formula bo'yicha hisoblanadigan arifmetik progressiyani ayirmasini toping degan. Agar Sn formula bo'lsa, qani kim ishlay oladi bu misolda? Menga fikr bildiringlar qani. Men o'shandan shu mavzuni tushunlaringmi yo'qmi yoki men qaytadan noldan o'tishim kerakmi shuni bilib olaman. Dastlabki endi xadi formulasi shu bo'lsa, d ni toping deyapti bolalar. D ni toping deyapti. D ni toping deyapti. Buni hisoblashimiz uchun 1 ni qo'yamiz. S ni joyiga 1 ni qo'ysam bu dastlabki nechta xadi yig'indisi bo'ladi? 1 bo'ladi. Ya'ni A1 bo'ladimi? 1 ni qo'ydi. Minus 1. To'g'rimi? Endi S ni joyiga 2 ni qo'ysam nechta xadi yig'indisi bo'ladi? Dastlabki 2 ta xadi yig'indisi bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni bu degan A1 plus A2 ni yig'indisi degan, buni qiymati 2 ni qo'ydi. 8, 2 ni qo'ysak 6, nima? 2. Mana shu yerga A1 ni joyiga men minus 1 ni qo'ysam, A2 kelib chiqmaydimi? Minus 1 plus A2 nimaga teng? A2 nimaga teng?
A bo'ldi, A2 bor, A1 bor. D nechtaga teng? minus Ha, malades. 4 taga teng. Qayerdan topding? a 4 taga ko'payadi. 3 dan minus 1 ni ayirdik. 3 dan ayirdik, minus 1 ni. Javob 4 kelib chiqdi. Ya'ni sizlar A2 dan A1 ni ayirsak nimani berardi? Ha, xuddi mana shundan topib oldik. Shunda mana bu endi o'rniga bir qo'yib olaylik, to'g'rimi? Endi o'rniga 1 qo'ydim, endi o'rniga 2 qo'ydim. 2 qo'ysam A1 plus A2 bo'ladi, 1 qo'ysam A1 bo'ladi. 3 qo'ysam A1 plus A2 plus A3 bo'ladi. 4 qo'ysam A1, A4, A5, Ketaveradi. xullas shu. Nechini qo'ysak shuni. O'sha ayrim necha